Assalomu suyumlik do'stlar. Sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intoyin xushalman. Bu sondagi tallash savollarimiz Qiray Bolush haqida. Islom dini sevgi muhabbat dinidir. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kishilarga har doim tabassum bilan qaraydi. Ularni islom diniga go'zal so'zlar orqali da'vat qiladi. Payg'ambarimiz musulmon birodaring bilan xushchiroy holatda ko'rishishingmi yaxshi amal qatoriga kirdi degan. Kichik do'stlar, o'ylab yo'qinglar, bir-birimizga tabassum bilan qarasak-mu, Alloh taolo bizga savob berdi ekan. Savob tepish nima degan osona? Qiynamsa, qo'lingizga qalam elib, kulimsirab o'ltirib savollarni ishlab ketinglar. Birinchi savol: boshqalar bilan ko'rishgan vaqtingizda chiroy ifodangiz qanday bo'ladi? A. Odatda g'amkin yuradiganligim uchun chiroyim tutuq bo'ladi. B. Biror ishdan xafa bo'layotgan bo'lsam, oldimdagi odamga chiroyimni ocha olmayman. C. Kishilar bilan paranglashganda davomli kulib turaman. İkinci savol. Bir savodishingiz sizdan siz yaxshi ko'radigan bir narsangizni oriyat olmoqchi bo'lsa, qanday qilasiz? A. Bermaydiganligimni qo'pollik bilan aytaman. B. Ko'nglimdan chiqarib berolmayman. Majburiy berganligim chiroyimga chiqadi. C. Narslarimni savodoshlarim bilan birga ishlatishni xushallik deb bilaman. Üçüncü savol. Opangiz sizdan uy ishlariga yordamlashishni talab qildi. Siz qanday qilasiz? A. Voyjon, o'zing qilgin apa, deb qattiq tegaman. B. Yordamlashmaydiganligimni aytaman. C. O'rnimdan turib kulimsiraganimcha opamning yoniga boraman. To'rtinchi savol. Bir savodishingiz ko'ngli yerim, qapchiray holda maktabga kelgan bo'lsa, siz qanday qilasiz? A. Uning bilan korim bo'lmaydi. B. Oldiga berib, muzchiray deyman. C. Uningga kulimsirab, tatliq so'zlarni qilaman. Beshinchi savol. Yaqindan beri uyingizga to'la mehmon keladigan bo'lib qoldi. Siz maktabdan herib aron kelganda uyda yana mehmon bor. Bundaq vaqtda qanday qilasiz? A. Opamga xafa bo'laman. Mehmonlar ketmaguncha yotoq uyimdan chiqmayman. B. Mehmonlarning oldiga berib, qopig'imni turib o'ltiraman. C. Mehmonlarning yanida adab bilan o'ltiraman. Herib qolsam, ruxsat so'rab chiqib ketaman. Oltinchi savol. Doim ochiqlabli yurisiz. Cho'nglar undaq qilmasligingizni aytdi. Siz qanday qilasiz? A. Xushal bo'lg'idek ish yo'q. Men mushundoq deyman. B. Ochiqlanmasin desanglar, xohlagan narsalarimni elib beringlar deyman. C. Bu odatni tashlashga tirishaman. Cho'nglarning gapini anglayman. Yettinchi savol. Yo'lda bir savodishingiz bilan uchrashib qolgan bo'lsangiz, qanday qilasiz? A. Yaxshimi deb qo'yib yo'limga ketaverman. B. 1-2 minut paranglashaman. Ondan ishim botdi deb ketaman. C. Uni ko'rib xushal bo'lganligimni aytaman, paranglashaman. Sakkizinchi savol. Bir yerga bordingiz. İçiniz sıkılıp ketken bolsa nima ish qilasiz? A. Opamga deyman va yig'layman. B. Mendan gap so'rasimi javob bermay, bir bulung'i berib qiydab o'ltiraman. C. Qaytib kelguncha shu yerdagi bolalar bilan birga o'ynayman. To'qqizinchi savol. Opangizning do'sti siz bilan paranglashmoqchi. Siz qanday qilasiz? A. Tanımaydigan kishilar bilan paranglashmayman. Gap so'rasa javob bermayman. B. Opamning keyniga o'tib olib, qopig'imni turaman. C. So'ragan gaplariga kulib turib javob beraman.
10-ci sual. İmtihan nəticəniz intayın tövən çıxdı. Öyge gəlgəndə qandaq qılısınız? A. Öydekilərə açıqlayman, qapağımni açmayman. B. Açıqımni ufkamdan çıxırman. Oyunçuqlar nemişə qalaymıqan taşlıvətdən deyman. C. Keyinki qıtımlıq imtihanğa yaxşı tayyorlik qılıman, kayfiyatimni chirayimga chiqolmayman. Qiray Bolush haqidagi savollar shuning bilan tugdi. Endi javoblarni tekshirib boqayli. A javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyimli do'stim, boshqalarga xush chiray bo'lish va chiroyli gap qilishda toza aktiv emasdek qilasiz. Bu odatingizni tashlang. Boshqalar bilan yaxshi muomalada bo'lsangiz, ko'nglingiz ko'tarilib, ichingiz bo'shab qoladi. Har doim do'stlaringizga qapog'ingizni turib olsangiz, do'stlaringiz asta-asta sizdan yiroqlashib ketadi. Shunga har vaqt payg'ambarimizning xushxo'yligini aslang. Hozirdan boshlab oldingizga uchragan hamma kishiga kulimsirashga tirishing. B javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, qadrli do'stim, musulmonning aynigi. Siz bir kishiga tabassum qilgan vaqtingizda oldingizdagi kishimi darhol sizga tabassum qiladi. Chiroy ochadi, kulimsirashga kuch ketmaydi. Kulimsirash odamni xushal qiladi. Oldingizdagi odamga xotirjamlik bag'ishlaydi. Har doim atrofingizdagi kishilarga tabassum bilan qarab, tatli so'zlarni qilsangiz, do'stlaringiz sizni texmi yaxshi ko'radi. Payg'ambarimizga o'xshagan bo'lasiz. Payg'ambarimiz har doim kulimsiraydi, chiroyli so'z qiladi. Qani do'stim, ozroq g'ayratga keling. Kuling, dunyo kulsin. C javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, suyimli do'stim, Alloh sizga rahmat qilsin. Bu odatingizni tashlab qo'ymay davomlashtiring. Har doim kulib turdi ekansiz, boshqalarga xushallik bag'ishlashni yaxshi ko'rdi ekansiz. Her vaqt shundoq bo'ling. Anas roziyallohu anhu payg'ambarimizning menga xafa bo'lganini yoki qattiq gap qilganini bilmayman degan. Siz payg'ambarimizga ergishibsiz. Muborak bo'lsin. Programmamizning bu qitimliq soni mushu yerda oxirlashdi. Keyingi qitimliq sonda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.